Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga olma sirkasini olma po'chog'idan tayyorlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun 3 litrli bankaga 4-5 kilocha olmani po'chog'i ketadi. Mana e'tibor bersanglar, olmani faqatgina atrofini o'zini solganman. Urug'lari, o'rtasi kerak emas, faqat chetlarini o'zini artib, yaxshilab yuvib 3 litrli bankaga solamiz. Va unga Hidrolife suvidan solganman. Xohlagan destirlangan magazinda sotiladigan toza suvlardan solsak bo'ladi. Bankamiz to'lib ketishi kerak emas, ozgina suv to'lar to'lmas solinishi kerak. Olma po'chog'ini birinchi solib olamiz, suvni solamiz va 2 qoshiq shakar solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Shakarimiz erib ketishi kerak. Mana yaxshilab tiyilarigacha olmalarimiz bitta joyda to'planib qolishi kerak emas, yaxshilab aralashtirib tiyilarigacha shakar tushib olishi kerak. Buni olma sirkaga har qanaqa olma bo'ladi. Qizil olma, sariq olma, yashil olma farqi yo'q. Buni har qanaqa olmadan foydalanish mumkin. Men bu sirkani asosan olma jemla qilganimda po'choqlari uvol bo'lmasligi uchun bu sirkadan qilib turaman. O'shanda olmani o'zidan jem qilaman po'chog'ini olma sirkaga foydalanaman. Mana toza darsimollarimiz ustiga qo'yib olib, havo o'tkazish kerak. Darsimol bo'lmasa dokalardan foydalanishingiz mumkin. Rezinka qilib boylab qo'yishimiz kerak. Darsimolimiz tushib ketmasligi uchun va buni atrofini qora salafanda o'rab qo'yamiz. Quyosh nuri tushmasligi uchun va qorong'i xonaga qo'yib qo'yamiz. Qorong'i bo'lmasa ham quyosh nuri primoy tushmaydigan joyga qo'yib qo'yamiz. Mana 1 haftalar o'tganda ochganman. Mana ko'rsanglar, olmalarimiz ketiga tushib qolgan va usti qoragan. U hech narsa qilmaydi. Bu tabiiy jarayon, achitqa jarayonida bo'ladi. Buni yaxshilab tegi bilan kovlaveramiz. Hech narsa qilmaydi. Har hafta, bir haftada bir marta ochib kovlab turishimiz kerak. 25-30, ya'ni 1 oylar davomida tayyor bo'ladi. Ora-orada esingizga tushganda ochib kovlab tursanglar bo'ladi. Mana yaxshilab kovlaveramiz. Tiyilarigacha aylanishi kerak. Olmalarimiz bitta joyda to'planib qolmay, aralashib ketishi kerak. Mana ko'rdinglar, bu yana bir haftadan keyingi holati. Olmalarimiz cho'kkan. Ichidagi olmani ozgina qipuvlari suzib yuribdi, hech narsa qilmaydi. Hali sitadan o'tkazib olganinglarda hammasi ketib tiniq holatga keladi. Mana 2 haftalar o'tganda olmalarimiz cho'kib qolgan. Ustidagi oqqa hech narsa qilmaydi. U ham achitqa holatida tabiiy jarayon. Mana yaxshilab tegi bilan aralashtirib yuboramiz. Bankam toza edi, lekin shu achitqa jarayonida ozgina oqqarib, qorayib qolgan. U hech narsa qilmaydi. Mana ko'ryapsizlar, olmalarimiz cho'kib qolgan. Mana уже yana ustini yopib qo'yamiz. Mana уже tayyor holati. 1 oylar bo'lgandagi holati tiniq bo'lib qolgan уже. Olmalarimiz cho'kib qolgan. Mana ko'ryapsizlar, o'zi mana shunaqa ozgina xiraroq bo'ladi olma sirkasi. Tabiiy olma sirka bu. Juda ham foydali. Yog'larni ham eritadi, qonni suyultiradi. Mana ko'rdinglar. Bankadan sitadan o'tkazib olib, bankani yuvib qaytadan solganman. Tiniqligini ko'ryapsizlarmi? Qanaqa tiniq. Bu videoda sal to'qroq, yashilroq ko'ryapti. O'zi sariq rangda bo'lgan. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa tiniq bo'lgan. Yoqqan bo'lsa kanalimga a'zo bo'lib, like bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga.